Bugun bizda mana kokteyl va dermapen muolajasini bittada qilamiz. Kokteylimizni qizlar mana ko'rib qo'yishingiz mumkin. 1,5 почти 8 milligram narsa qilinadi. Bu kokteylni o'zi 8 milligram. Har bitta shpritsida har xil sostav. Har bitta shpritsi har xil buni. Bitta preparat emas, 70 xil komponentdan tayyorlanadi bu narsa. Va kokteyldan keyin meni eng yaxshi ko'radiganim bu dermapen. Dermapenni birinchi navbatda kartridji juda ham sifatli bo'lishi kerak. Ikkinchi navbatda unga ishlatiladigan preparat juda ham qimmat, sifatli va natijasi a'lo darajada bo'ladigan, ya'ni dermapen muolajasi uchun mo'ljallangan preparat bo'lishi shart. Kuzatuvchimiz, albatta bizga kelmagan kuzatuvchimiz Instagramda yozyaptilar. Mana shu dermapen qilganingizdan keyin u ninalik u qon chiqyapti, u boshqa birovga qilganingizda kasallik yuqadi, spid yuqadi, infeksion kasalliklar yuqadi-ku deyaptilar. Bu savolni berishi o'zi menimcha endi o'ylayman juda ham insonni IQsi pastligidan dalolat beradi. Ya'ni qanday qilib bitta kartrij bilan hamma patsiyentni ishlash mumkin. Ya'ni dermapen qilish mumkin. Qizlarjonlar, mana shunaqa kartrijlar upakovani steril upakovkada bo'ladi kartrij. Har bitta patsiyentga bu narsa yengi ochiladi va ishlatilgandan keyin tashlab yuboriladi, utilizatsiya qilinadi. Maxsus utilizatsionnay urnalarda bu utilizatsiyaga ketadi. Поэтому bu narsani alohida gapirib o'tishni xohladim. Shunaqa xayollarga iltimos bo'lmaydi. Hamma narsa bizda hamma narsa одноразовый. Bitta narsa hamma patsiyentga ishlatilmaydi. U oddiy choyshab bo'ladimi, u yuzga suriladigan narsa, yuz yuvadigan narsalarimiz bizda hamma narsa одноразовый. Ko'p martalik ishlatiladigan instrumentlar yo'q bizda qizlar. Поэтому qo'rqmasdan muolajaga kelishinglar mumkin. Значит, boshlaymiz. Bugun bizani ishchilarimizni muolaja oladigan kuni. Mana shunaqa baxtli ishchilarimiz bizani juda ham omadli. Shaxsan o'zimning qo'limdan mana kokteyl olishadi. Mana shu kosmetologimiz bo'ladilar bular. 4 yilmi, 5 yil oldin kelganmiz menga. 4-5 yil oldin kelganlarida yuzlari juda ham yomon holatda bo'lgan. Men har doim aytaman, poralari расширенный, yuzda ugridan qolgan izlar, hattoki o'sha paytda birinchi muolajaga kelganlarida voy mana shu patsiyent kelmasa edi boshqa deganman. To'g'risi, albatta medik bu gapni aytishi mumkin emas, ya'ni kosmetolog. Lekin haqiqatda shunaqa xayol o'tgan. Chunki yordam bera olmasam kerak deb o'ylaganman o'sha paytda. Lekin keyin ishimizni natijasini ko'rib, shogird bo'lib kelib, o'qib mana 4 yildan beri birga ishlaymiz. Yuzimizda tinmay mana shu kokteyllarni qilib, dermapenlar qilib yuzni ideal darajaga yetkazganmiz. Hozir ham idealni, yuzda hech qanaqa muammo yo'q, lekin o'sha ideal состоянияni saqlab qolish uchun ham kokteyl regularno o'tirish kerak. Regularno deganimiz уже bular 6-7 oyda bir marta qiladilar. Boshida har oy olganda 4-5 marta qilganmiz menimcha. 1 yil почти har oy, no endi 12 marta qilinmagan, no может быть bir 7 martalar qilingan bir yilda. No terini ideal состояниеga olib kelganmiz. Shuning uchun teri holatingizdan kelib chiqib kokteyl olasizlar. Xohlasanglar 3 oyda, xohlasanglar 6 oyda, xohlasanglar 1 yilda bir, xohlasanglar har oy olsanglar ham bo'ladi. Vitaminlarni hech ham ko'pi bo'lmaydi. Vitamin qancha yetarli darajasini o'zingizlar his qilasizlar. Yuzda ideal darajadagi natija bo'ladi, to'xtatasizlar. 6 oy, 8 oy yursanglar bo'ladi. Lekin sezasizlarki, terida turg'ir yaxshi emas, lifting unchalik hali zo'r bo'lmayapti, terini rangi zo'r ochilmayapti, poralar zo'r yopilmayapti. Bu degani preparatni tuftasi qilindi yoki nimadirdan o'g'irlab qolindi. Ko'pchilik patsiyentlarimiz xayoliga birinchi shu keladi. Unga qilgan narsani menga qilmadi, menga boshqa narsa qildi degan xayollarga borishadi. Yo'q, aslo. Bu organizmingizdan kelib chiqib bo'ladi, qizlar. Demak, kokteylni
chegarasi yo'q. Xohlagancha olishingiz mumkin. Avtorskiy kokteylimizni mana patsientlar kelishadi. O'sha kosmetologga bordim, boshqa vrachga bordim, avtorskiy kokteylingizni qildirdim. Natijasi umuman yo'q ko'rmadim. Xo'p, qayerdan bildingiz u mana imенно kokteylim ekanligini? Men qilmadim-ku desam, yo'q, sizniki o'sha Nodira Yakubova qiladigan kokteyl. Biz bitta joyda o'rganganmiz deb aytdilar. Bu eng katta yolg'on. Bilinglar, avtorskiy kokteyl любой kosmetologda bo'lishi mumkin aslida. Любой kosmetolog o'zini avtorskiy metodikasini yaratadi, avtorskiy kokteylini yaratadi, chunki uni tarkibini faqatgina u biladi. U sostavlять qiladi. O'shaning uchun ham uning avtorskiy kokteyli bo'ladi. Mayli bu patentlanmagan bo'lsin, mayli unga qanaqadir hujjatlar olinmagan bo'lsin, lekin o'sha vrach, o'sha kosmetolog biladi, что bu sostav o'shaniki, buniki, o'sha sostav bilan ishlaydi. Kimga qanaqa sostav tayyorlashi o'sha kosmetologga o'zi biladi. Lekin o'rtoq kosmetologlar, o'sha Nodira Yakubovaniki xuddi shunaqa tarkib demanglar, iltimos. Hamma o'zini oshini o'zi damlaydi. Siz damlagan oshni men hech qachon men damladim demayman va men damlagan oshni siz men damladim shu oshni deyishga haqqingiz yo'q deb o'ylayman. Shuning uchun ishlanglar, avtorskiy kokteylni qilinglar, lekin o'zingizlarni avtorskiy kokteyligini aytib o'tinglar. Ya'ni meni nomimni, meni familiyamni aralashtirmanglar, пожалуйста. Meni kokteylimni tarkibini faqatgina men bilaman va meni shogirdlarim yoki yordamchi kosmetologlarim bilishadi.